Assalomu alaykum. Pennsylvania State Extension degan permiti bor. Mana shu haqida haydovchilar bilmaganlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Shu haqida ma'lumot berib qo'ymoqchiman. Mana Pennsylvania State Extension yoki bo'lmasam Spotted Lanternfly deydi. Endi nima o'zi u? Mana bu ko'rinishda kapalezi mana qumursqa bor. Bu 2017-yilda Xitoydan konteyner kelgan paytida shu Amerikani West Virginia yoki Virginia shtatlariga kelgan va konteyner ichidan chiqib tarqab ketib qolgan. Va bugungi kunda Amerikaning hamma shtatlarida bu narsa bor. Endi Pennsylvania shtati mana shu narsani o'zini shtatida tarqashini oldini olish, kamaytirish uchun mana shu permitni qilgan. Endi bu haqida bilish kerak bo'lgan narsalar. Bu qumursqa uzoqqa ucha olmaydi. Qanoti bo'lsa ham, kapalagi ko'rinishda bo'lsa ham qisqa masofaga uchadi. Lekin biror transport ustiga o'tirib olsa, ya'ni ayniqsa traklarni aytishadi yoki bo'lmasam shunga o'xshagan nimaga o'tirib oladi va uzoq masofalarga borib olgandan keyin tushib qolib, o'sha ko'payib ketadi. Bu narsani shaxsan insonga zarari yo'q, chaqmaydi, zahari yo'q, lekin qishloq xo'jaligi zarari davlat miqyosida o'rtacha yiliga 50 milliondan oshar ekan. Ya'ni o'sha o'smiklarni zarar keltirar ekan va shunaqa narsalar. Endi demak, mana Pennsylvania shtatiga kirishdan oldin bilish kerak bo'lgan narsa. Mana masalan, mana bu trakki papkasi bo'lgan bo'lsa, bu nimalar kompaniyalar buni bilmaydi ham. Masalan, mana permit qo'yib qo'yildi. Agar politsiya so'rab qolsa, mana anaqam bor, permitim bor deb aytadi. Qisqacha mana shu narsa o'zi 7 ta varaqadan iborat taxminan, lekin asosiy haydovchilar bilishi shart bo'lgan narsa, politsiya bu narsaga jarima qilishi mumkin. Agar Pennsylvania shtatida boshqa shtatdan kelgan paytida trak treyler ustida ko'rib qolsa, mana shunaqa qumursqani. Bundoq qilaylik, mana qishda bu narsa to'xtaydi, lekin bahordan boshlab mana bu tuxumi mana shu kichkina ko'rinishda bo'lib, kattalashib mana shu ko'rinishga keladi va bu uchib yuradi. Odam ko'pchilik ko'rib bo'lgan, lekin bilish kerak bo'lgan narsasi nima? Demak, bundoq qilaylik, birinchi mana aytaylik, Pennsylvania shtati, mana Ohio shtatidan Pennsylvania shtatiga kirish kerak bo'lib qoldi. Yoki qaysi shtatdan kirishdan qat'iy nazar Pennsylvania shtatiga kirgan bo'lsa, to'xtash kerak. Mana masalan, Ohiodan Pennsylvania kirish kerak. Mana shu to'xtadimi? Trakka, treyler atrofini ko'zdan kechirib tekshirib oladi. Ya'ni shunaqa kapalaksimon narsa yo'qligini ishonch hosil qilgandan keyingina kiradi. Agar to'xtamasdan New Yorkgami yoki boshqa shtatga o'tib ketgan bo'lsa, qayta tekshirish shart emas. Lekin mana masalan Ohiodan kirdi, masalan Pittsburghda to'xtadi, ovqatlanish, namoz o'qish yoki boshqa ehtiyojlari, uxlash bo'ldi-da, to'xtagan joyda, ya'ni yo'lga chiqishdan oldin atrofini ko'zdan kechirib ko'rib olish kerak. Yana shu narsa trakka, treylerni atroflariga shu o'rnashib olmaganmi? Ko'rgan bo'lsa, agar ko'ringan darajada bo'lsa, shuni trakka, treyler ustidan tushirib olish kerak bo'ladi va keyin yana yo'l davom etadi. Mana masalan, agar Ohiodan aytaylik, mashina to'xtadi, qayerdadir Clevelandda tekshirdi, trak treyler ustida yo'q, to'g'ri o'tdi-da, mana New Yorkka o'tib ketdi. To'xtamasdan unga hech narsa qilish shart emas. Agar lekin mana to'xtab turib yana davom etgan bo'lsa, yana qaytadan tekshirish kerak bo'ladi. O'sha narsa yo'qligi ishonch hosil qilib keyin davom etadi. Endi agar masalan mana shu yerda kirdi-da, taxminan mana bu yerda Harrisburgda West Station'da restoranida o'sha politsiyami yoki o'sha o'zini tekshiruvchi xodimi men tekshirmoqchiman, trakking treyler ustida yo'qmi dedi. Tekshirib qolishi mumkin. Agar trak treyler ustida ko'rib qolsa, jarima qilishi mumkin. Aytishgan jarimasini qanchalik ko'p zarar yetkazgan bo'lsa, shunchalik ko'p jarima qilinadi degan, up to 10,000 degan, ya'ni $10,000 degan. Lekin $10,000 jarima qilganini men bilmayman, lekin bo'lsa, balkim $100, balkim qanchadir bir jarima bo'lishi mumkin. Muhimi bular o'sha shtati Pennsylvaniyada tarqab ketishini oldini olishga harakat qilishadi. Hatto masalan Pittsburghdan aytaylik, masalan to'xtagan paytda mana shu ustiga mana shunaqa nima o'tirib olib, boshqa shtat, ya'ni shaharlariga tarqab ketmasligi uchun qilishadi. Bu narsa Amerikaning hamma yoqida bor, nima. Lekin aynan Pennsylvania o'sha o'zini qishloq xo'jaligini himoya qilish uchun degan permiti yana bir bor. Mana trak o'zi ko'p haydovchilarga aytamiz, ish boshlashdan oldin pre-trip inspection qilinglar.
ya'ni chiroqni trak chiroqlari joyidami, baloni joyidami, hamma yoqni aylanib qarab oladi deyiladi. Shu to'xtagandan o'sha nima tushib, atrofidan trakka atrofini qarab oladi. Lekin tepalarga ko'pchilik aytadi, shuni ustiga ham chiqamanmi deydi. Trak treyler ustiga chiqish shart emas. Masalan, mana bunaqa joyga agar kapalak qo'ymagan bo'lsa, yursa uchib ketadi, tushib qoladi. Asosan ko'ragan joylari mana shu oralig'i yoki bo'lsam kabinaning ichi yoki bo'lsam aytaylik trakka ichkariga treylerga kirib olmaganman. Ba'zi treyler ham qolib ketgan bo'lsa, uzoq vaqtga bunaqa treylerni ochib qo'ygan bo'lsa, ichiga kirib olgan bo'lishi mumkin. Bu ko'zdan kechirish kerak. Mana yopib qo'ygandan keyin bu nimasi yo'q. Asosiysi atrofini aylanib ko'zdan kechiradi, tepasiga chiqish shart emas. Mana shuni qilgandan keyin bemalol o'sha boshqa shtatlarga o'tish mumkin. Asosiy narsa yana bir bor, Pensilvaniya shtati muhim. Pensilvaniya shtati mana shu permit so'rab qolishi va trakka yoki treylerlar ustida mana bunaqangi kapalaksimon qumursqa yo'qligi ishonch hosil qilish kerak bo'ladi. Bilmagan haydovchilar bo'lsa aytib qo'yinglar. Bu narsa mana hozir ya'ni martdan boshlab yana chiqishni boshladi. Shu bilan ketdi to sovuq tushgungacha, aytaylik oktyabr-noyabrgacha bo'lishi mumkin. Mana shuni deb qolmoqchi edim. Sog' bo'linglar.